O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan viloyat pedagogik mahorat markazida malaka oshirish kurslarining birinchi bosqichining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi tizimida faoliyat olib borayotgan rahbar va pedagog xodimlar, pedagogik mahorat markazi professor o'qituvchilari hamda tajribali trener pedagoglar ishtirok etishdi. Unda so'zga chiqqanlar davlatimiz rahbari tomonidan ta'lim sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor, pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirish va ularni zamonaviy bilim hamda ko'nikmalar bilan ta'minlash masalalariga alohida to'xtalib o'tishdi. Uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi pedagoglarning faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, ta'lim sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlar va ilg'or xorijiy tajribalarni amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Malaka oshirish kurslari davomida tinglovchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim vositalari, baholashning zamonaviy usullari hamda pedagogik mahoratni yuksaltirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishadi. Mana bugun 2026-yil yanvar oyidagi butun viloyatdagi maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlaridan 1300 ga yaqin tinglovchilarimiz 43 ta guruhlar shakllantirdi va bugun birinchi kun tanishuv kunimiz hisoblanadi. Mana aynan bugun tanishuv kunimizda guvohi bo'lganingizdek, aynan 1 oylik malaka oshirish 100 soatlik kursning maqsadi, vazifalari, aynan 100 soatlik malaka oshirish kursida qanaqa modullar o'tadi va o'sha modullarning bugungi kundagi ahamiyati, dolzarbligi va o'sha modullardagi berilayotgan ma'lumotlarni chuqur tinglovchilar tomonidan o'zlashtirish zaruriyatlariga aytib o'tilyapti va bundan tashqari aynan pedagog mahorat markazimizning ichki tartib qoidalari tinglovchilarga tushuntirib o'tilyapti. Markazimizda aynan axborot kutubxona markazimiz bor, axborot resurs markazi va kompyuter xonalarimiz aynan tinglovchilarni 1 oy mobaynida bemalol o'sha loyiha ishlari, mikrodarslarda va test jarayoniga puxta tayyorgarlik ko'rishlari uchun barcha xizmatlar aynan tinglovchilarga yaratilgan. Kursimiz yakunida aynan attestatsiya jarayoni tashkil etilgan. Attestatsiya jarayoni 2 bosqichda, birinchi mikrodars va loyiha ishlari va ikkinchi bosqichi test jarayoni bilan tashkil topgan. Bunda aynan 100 ballik tizimda baholanadi tinglovchilarimiz va 56 va 56 dan yuqori to'plagan tinglovchilar kursimizni muvaffaqiyatli yakunlagan hisoblanadi va sertifikatlar taqdim etiladi. Malaka oshirish kurslari o'qituvchilarning pedagogik ko'nikmalarini yaxshilash, ularni yangi ta'lim metodikalariga moslashtirish, shu bilan birga o'qitish va tarbiyalash jarayonida zamonaviy pedagogik standartlar va yangi metodlarni joriy etishga qaratilgan. Bugun malaka oshirish kurslariga keldim va bu yerda yaxshi kutib oldilar. Birinchi kundan bizlarni ro'yxatdan o'tkazdilar va juda chiroyli konsert qo'yib berdilar. Biz tomosha qildik va 100 soatlik dars bilan tanishdik. Yaxshi niyatlar bilan keldim. Metodlarni almashib, yangi narsalar o'rganib, yangi bilimlar olib va o'zimni maktabimga tatbiq qilaman va o'zimga bor narsani shu ustozlar bilan bo'lishaman degan umiddaman. Faqat shunchaki malaka oshirib boramiz, bizga sertifikat beradi. O'quvchilarga bu narsani tatbiq qilamizda. Nima o'rganib ketgan bo'lsak, o'qituvchilar bilan ham amaliyot almashib, bir-birimizga o'rgatib dars beramiz. Bu kabi malaka oshirish kurslari ta'lim tizimida muvaffaqiyatli o'qitish jarayonini ta'minlash, pedagogik kadrlarning har tomonlama rivojlanishiga imkon yaratish va yurtimizda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.